Men kecha zardoli yeb, uning pishganidan o'chib ketganidan ichidagi suvi, asali, shirasi oqib ketganini ko'rsatib video qo'ygan edim. Men bu yoqda Azizbek degan bittasi onani aralashtirib yozibdi-da kommentariyaga. Azizbek, endi sani onang fohishadir, senga yoqmas onang, nafratlanarsan. Shuning uchun hammaga onasini aralashtirib, onadan kelib gapirma. Senga o'zi gapirish hayf ekan. Bundoq bir videolaringni ham ko'rdim. Afting bilan Xudo kechirsin, endi hammani ham aftini Alloh o'zi yaratadi. Bundoq eshak bilan bir xil ekansan. Senga gapirish o'zi hayf, lekin yaxshi gapirmagansan. Mana o gapingga qara, yozgan narsangga qara. Buni o'qib ko'ringlar. Men bunga nima deyishi hayronman-da. Ona temasida gapiribdi. Men hozir buni onasini haqoratlasam, o'zimda ona bor, Xudoga shukr. Onamga gapirgandek bo'laman. Lekin buni o'ziga ham gap hayf. Bu endi bir garshokka aylanib qolsa, o'tirib bemalol hojatimni chiqarsam, o'shanda расчет bo'ladi.